Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, aziz dehqonlar, xush kelibsizlar meni kanalimga. Mana sepgan pomidor urug'larimiz 3-kun ko'rganingizday chiqib boshladi. Mana 4-kun ancha ko'paydi. 5-kun mana 50% chiqdi. Yana 6-kun ko'chatimiz hammasi chiqib ulgurdi. Mana bu ko'chatlarni hozir 10 litrlik suvga maksim 5 gram qo'shib, mana tarozimiz fitosporiin gummi aralashmasini 100 litr suvga 200 gram qo'shish kerak ekan. Hozir tarozi bilan 10 litrga 20 gram olamiz. Bu fitosporiin mana qo'ziqorin griboklarga qarshi ekan. Mana biz hozir ildiziga ham dorimiz bor. Ildiziga dorini ham qo'shamiz. Hozir fitosporiinni tarozi qilib tayyorlab shu suvga buni ham qo'shamiz. Tarozini yoqdik. Gummi aralashmasi mana shunday qora suyultirilgan bo'ladi. Yigirma gram oz tortib olib, отдельный idishga ilimroq suvga aralashtirib olamiz. Mana 20 gram bo'ldi. Tarozi ko'rinmayapti telefonga. Mana tayyorlab, iliqroq suvga tayyorlab, mana shunga aralashtiramiz. Maksimum qurtlarga bo'lsa, bu fitosporiin bakteriyaga qarshi. 5 gram mana karnevin ham aralashtiramiz. Tomirini rivojlanishiga yordam berar ekan. Mana 5 gram aralashtirib oldik. Endi qo'shimcha suv qo'shamiz. Tayyor suvimiz. Mana 10 litr qilib oldik suvimizni. Mana shu choynak, kerak emas choynaklar bo'lsa, shunga quyib olasiz. Mana to'prog'imiz 50 ga 50, biogumus bilan tuproq 50 ga 50 aralashtirib, endi stakanchiklarga ekamiz. Stakanimiz 10 ga 10, katta stakan. Shunday qilib petrovka qilasizlar, stakanga ekasizlar. Ko'p cho'zmaslik uchun videoni kalta qilib ko'rsatdim.
tushundilaring degan umiddamen. 15 mingta niholimiz bor bu yoqqa. Hammasini stakanchik qilgandan keyin yana bir video qilib ko'rsataman. Mana shunday ekkandan keyin mana shu suvni quyamiz. Shu aralashma suvimizni mana shunday quyib chiqamiz. Xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.